Birinchi mana uzun shuk kirgiziladi. Keyin orqasidan mana kaltasi kirgiziladi. Mana bu termostat deyiladi bu. 60 darajaga qo'yilsa 60 darajada avtomatik to'xtatilgan narsasi shu bo'ladi. Xo'p. Fazalarimizni ulaymiz. Kirish chiqish. Tok 220 kirib, endi qizdirib beradi bu, to'xtatib beradi. Bu tomonimizda termostatimizni relesi bor. Sariq ko'k nimamiz massani korpusga qatirib qo'yadi. Bu qatirildi joyiga, bu ham o'rnatildi. Bu ham o'rnatildi. Endi kirishkasini yopamiz. Uzoqda mana ikkita ilgichi bor, oyoqchasi. Shuni bunaqa qo'yib turib. Mana suv tomonda qatirib olingandan keyin to'kka suqmaymiz. Oldin suvni ochib, havosini chiqarib olish kerak. Suv tomon chiqib havosini, suvdan havosi chiqib. Endi yopamiz. Aristonimiz to'ldi mana endi. Aristonimizni suqamiz. Aristonimiz yondi. Ko'kchiroq ishlayotgani belgisi. Bu ikkita qizilchiroq nagruzkani belgisi. Buni mana ekonomga qo'yib qo'yamiz qaytarib. Yana juda ko'p videolar qizlar ham gapiryapti. Kim bo'lsa chiqib vahima qilib portlaydi deyapti. Men o'zimni ish tajribamda ko'rganlarim, mana shu suv tomon bo'lsa, tepada u Ariston tomigacha suv naychasi bor. Misli latonli bo'ladi. Ashundan suv tushadi. Mana shu yerda qo'yib yuborgandim, men 3-4 marta ko'rganman. Bu ichidagi temir listi bor, qalin. Yana izolyatsiya borki, mana ustida tuniga bor, mana apshikka. Bu narsani yorilishidan ko'ra mana plastmasani yorilishi osonroq. O'shaning uchun men o'zimni tajribamda 3-4 marta guvoh bo'lganman. Mana shu joydan, yo mana shu xullas suvni nozik truba ulangan joydan, yo shu pastga tushirish joydan suv yorib qo'yib yuborishi mumkin. Qachonki mana termostat ishlamaganda, shuni Aristonimiz mana ishlayapti. Chiroqlar yonib turibdi. Yana bitta gap esdan chiqdi aytish. Qachonki Ariston ichidagi tent yorilib qolsa, yoriq tentdan chiqayotgan tok liniyaga tarqab ketadi. Tepada idish bor, pastda kachat bor, mana liniyalar, trubalar bor. O'shanda tok uradi, ma'lum miqdorda uradi. Unaqa vahimali tok urmaydi. Endi nima deydi? Uni ham tok urib o'ldirishi mumkin, o'ldiradi deb vahima qilishyapti. Mana tok urgan yo'q, Aristonimiz tozalandi. Ishlayapti mana, xudo xolasa yaxshi hamma yo'q. Hammalarga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.